Yana nimalar qilyapsiz ona? Deganingizga ham mumkin bo'ldi. Bir hafta turishingiz kerak. Ukam o'ylayotgani ham olib ketishni. Uni telefon qiling, kelib olib ketsin. Bolam hozir keyingi qilaman. Birpasda bir hafta bo'ldimi o'zi? Bolam 10 kun bo'lib ketdi, bilmay qolman. Keyin ham jahli chiqib ketdi, o'zi olib kelib tashladi. Bo'pti, xonangizga sekin chiqavering unda. Faqat taqir-tuqir qilib tashlamayapti. Keliningiz uxlayapti. Uyg'otib yuborasiz. Mana bu yerda hamma dorilarni yozib qo'ydim, xolajon. Shularni vaqtida ichsangiz bo'lmagandek bo'lib ketasiz. Nima bo'pti o'zi? Oyizlarni ancha mazalari yo'q, o'zlarini aldatib qo'yibdilar. Shu dorilarni tez olib kelmasanglar, kasallari jiddiylashib ketishi mumkin. Aka menga qaramabdi, hozir doktor keldida onamga bir qop dori yozib ketdi. Kelganda olib kelib bergin menga. San uyingdan kasal bo'lib keldilar-ku. Qanaqa dori nimalar deyapsan? Oyim sanikidamlar, rasxodni o'zing qilasan. Menga bog'xonataman. Men ham olib berib o'raman. Nima? Xo'jayin yaxshi ketib qolmabsiz. Tinchlikmidi? Oyligimni oldindan berib tura olasizmi? Onamni chellarga pul kerak edi. Bo'ldi, siz kiravering, men buxgalterga aytib qo'yaman, olib beraveradi o'zi. Rahmat. Onajonim, hamma dorilaringizni olib keldim. Onajon, siz o'zim bilan olib ketaman. Biz bilan birga turasiz. Ukollaringizni ham o'zim qilib qo'yaman. Ko'z bilan gaplashdim, xavotir olmang. Ikkita o'g'il berganda Alloh, ikkita tog'im bor degan edim. Mani tog'im san ekansan, bolam.